Shalom alaykum. Ko'pchilik ko'rib qolganda assalomu alaykum eslasin deb qo'ying. Men Hamid kamning gapini oldim. Yaxshi gap qilibdi. Men Said Akram kamning bu fikrlarini tushunaman, bilaman. Bilma degani menda bak yaxshi bilma demsam bo'ladi. Ammo bilaman. Shuni deyalaymanki, shu zamongacha taqiliq hokimiyat degan narsani tuzuk bilib ololmayotgan bir xalq, tuzuk yashash bilib ololmayotgan bir xalqda qanday qilgan vaqtda ilgari bo'ldiganligidan yo'lni ko'rsatgan bir kitob olgan bo'lsa, cho'qimki bu kitobda bir foydali narsa bor. Agar biz bilsak. Endi bizga kelsa bu. Ular taqo davlat qurish bu degan narsa emas. Odamlar qanday yashashni bilib olmayotgan vaqtda ota-bobolarimizga mana otning ustida imperatorlikni qurib, atrofdagi millatga ta'sir ko'rsatib, bu atalmish dinni qabul qilgandan keyin chekingan bo'lsa, buni nima bir masala borda. Qur'onsiz uyg'urchilikni o'zi ham qaytib ham biz shu zamondagidek yashay olgan bo'lsak, albatta buni Qur'ondan olgan nimam shu. Uyg'urga va'datilgan payg'ambar bilan bu ishlar bo'ladi. Afsus biz unda izlanishimiz yo'q. Unda izlanishimiz bo'lmagan ekan, endi deymizki, Qur'onning o'zi tuzaydi. Tuzaydi. Shaxsan men ishonaman bu narsaga. Ashqotarlikni tuzaydi. Saklab ketgan tuzaydi, ichidan dushman izlayotganini tuzaydi bu. Ammo hozir holatga bu ahli sunniylik bu tuzamdi desa, hem shaxsan men ham shu ma'lumotlarni chapinni ko'tarib qilib uzun yurib baqqan bir so'la sipitim bilan vatandan tatib chetalgacha degandek. Uni bilan hech bo'lmaganda ismim o'shandagandek ishlamayman yani. Men ham ismim dadam azan to'lab qo'yapti-ku kichkim deb ishongan bo'lsa, yana ham ishni bunday ishlamaganda. Uning ustiga e'tiqod degan nima? Oldida e'tiqodga bir javob izlab baqsaq, din degan nima? Din deganga bir javob izlab baqsaq, shu narsani bilgandan keyin endi deymizki, e'tiqod din deyilgan narsa shaxsning bunda kayfiyati qarata, maliki jamiyatning kayfiyati qarata o'zgarib qolgan narsa emas. Unda bo'la qolib qolsa, e'tiqod bo'lmaydi, din bo'lmaydi. Ochiq yani. Endi deyniki misol biz faqat mushu holatda harolat kuchib qolgan o tutulish chorasi degan narsa yo'q, shu Xudoning mo'jizasini saqlab shuni din deb qabul qilgan mushunda bir qavmningki qutulish yo'li faqat mush kitobdan ham chiqadi deb, bu kitobdan qutulishninki mana birinchi bosqichda manda qilingan, ikkinchi bosqichda manda qilingan, uchinchi bosqichda manda qilingan, shunda qilsang qutulsa deydigan Ochiqashkar plan programmasini izlagan bo'lsa, xatolashib qolmaymiz. Unda plan programmamiz projesini bermaydi. Faqat umumiy prinsiplarni ko'rsatdi. Xatolik olgan bo'lsa, xatolik qarta tuzishirdi, kim bo'lib qolgan narsa qaytib qo'ydi. Umumiy prinsip bu. Shunga men shaxsan bu konkret bir harbiy strategiya sunilgan kitob Qur'on degandan keyin bu kerak istixborot bilimlarini ko'rsatib, aniq konkret proje sunilgan kitob deb unda o'ylamayman. Men unda kitob emas. Agar unda o'ylagan bo'lsam xatolashimiz. Endi bu yerdagi masala biz bu kitobning ichida nimizdatimiz degan bir masala bor unda. Shu narsa aniqlab ketsin. Qur'on qandoqdir boshqalar da'vatga o'xshash, masalan sunniylar da'vatga o'xshash inson odatga inson uchrashamaydigan, buni faqat biz sanoqli 15 odam uchrashib bir jamiyatda, bir millatda. Qog'oz 15 odamdan sirtidagi odamdan chiqarib uchrashamaydigan unda kitob emas. Unda kitob bo'lgan taqdirda bizning hisob berishimiz mutaxammasin. Bu tushunmaydigan narsani tushunib qo'ygan ekan, bu biz tushunamiz, ish bitta. U hisob berdigan ishim tugaydi vaqtida. Shu aql bilan desak, haqiqatan bir tangri bor yoki ikiz yoki xudo qaysilar degan bo'lsak, misol ba'zi desak u tangrining oldiga berib hisob berish osonlashadi vaqt. Shu 15 odam shuniki, 15 odam bilan ish bitta. Misol bu odam xatolashib qolsa, magishib, to'g'risini magishib, chunki bizniki to'g'ri xatosini tuzish nimiz yo'q-da. Unda bo'liqa alohidligimiz bizdan yo'q, chunki biz tushunmaymiz. Tushunmaganlik qanday bu to'g'ri xato degan qanday biz bilamiz. Misol 15 odam nima degan bo'lsa, 15 xil yangi gap qo'ysin, bo'lmasa deb 15 odamga agaslab ish bitta bu yadimdalga to'g'ri xato deydigan bizdan nimamiz bo'lmaydi. Unda purist emas, unda alohidligimiz bo'lmaydi. Bizda shu har bir ishda bo'lgan o'xshash Biz kitobni o'zimiz shaxsan izlab deydigan narsa yo'q. Chunki nima uchun deganda biz hozirgacha u qo'rqishdan sirtib chiqmadik. Nimadan qo'rqayotganligimizni bilmaymiz. Umumiy jihatda. Faqat shu qo'rqish singdirilganlik uchun
bu qo'rqochdan sirtqa chiqib bo'lamdi. Bugun gapni ochiq qilay. Ash payg'ambar tarixida ma sunniylar to'la anlatadigan bir nima bir rivoyatlar bor. Faloncha shu nimaga chiqsa, Tayyib chiqqan vaqtida aşağıda qabila muhabislik yaptıkken anandikin birinci qitimliq musulmonlik ko'chgan vaqtda Habasistonda hozir Efiopiya ko'chibdikan musulmonlar panohlik qurib aşağıda Habasistonning podshohi Najoshi panohlik quribdikan. Markazda deydigan nima bor endi. Bu tarixiy nuqtadan turib qanchalik to'g'ri, qanchalik xato bo'lsa, agar shuni to'g'ri deb turgan taqdir. Faqat tarixiy nuqta deb turadi. Bunu seklep kütüp ağan, bunu qo'ng'iltoq Uyg'urda da'vatgan atalmış malning ismiga haqorat qilib, misol Kerem Zavalli, Ahmaq Duttachi, bosh to'g'roq deb masxir qilish maqsadida da'vatgan palonchi pistonchilik noat ismi ulug' adam bor misol. Bu odamning qo'rqadigan narsa birlam, u bo'lsa kuchdan qo'rqadi. Uyg'urning dunyoda qo'rqadi. Men shaxsan shu taqamam deb mancha shirkatimda yo'g'on poatqidagi ishim bor yo'q, lekin hozirgacha men ko'rib kelgan narsam shu Uyg'ur kuchdan qo'rqadi. Agar mal ismi sanayotgan bizning birodarlarimiz, ustozlarimizning kaynida, qarindoshlarimizning kaynida kuchlik Yevropa ittifoqi va ma'lum bir kuchlik davlat bo'lmagan bo'lsa, malning qildigan karomatlari bor. Ma'noga men o'zimning ismi ishongandek ishonaman. Faqat bundan keyingi kuchlik davlat muhofizlik ag'anlik uchun g'ingpin qilolmaydi. Ma'noga men bog'lashim. Ochiq qilib kelsin. Shunga niyatki masala hamda oqshomgi men darsni oldim. Shaxsan mening ko'z qarashim haqiqat egilib tushunmaydi degan bu maqol tamsilga qanchalik ergishmagan oldi umumiy bir tartiblik nazar qilib baqadigan bir tema. Hargiz bo'libdi, unda bo'lsin degan gapga bo'lmaydi. Unda tahdid deydigan narsa bugungi kunda biz madaniy inson bo'lish sifatimizdan biz mana Amazon o'rmonlik yashayotgan qabilalar haqida yashamaymiz. Uyg'ur qo'yib bersa davlatning shu davlat qurib qilayotgan nurg'un ishlari bor. Shaxsan Turkiyaning o'zining nurg'un odamni qo'rqitib, boshlab kelib, qozi mahkamasidan shunday qilib, kimni boshlab kelib boshqa qila oladi? Egitchaqisi yo'q, kayni turib kuchi yo'q. Kuchi bor odam. Masalan, Sabir Qo'chqashqar Xitoy ishlaydigan odam, maylisini kirib oldingni qiladi deb yashaqlar. Nima qilib chiqolmaydi masalan unga? Chunki kuch bor. Kayni turib hokimiyati bor. G'ingpin qilinmaydi hech qanday. Gap bu yani. Shunga mening shaxsiy nimam bo'mda. Bu bo'lash ham hech qanday emas. Bu hozirgi sunniy dinlarning o'rin tabranda baza kasatlish qalab mangdo chunki bu chilevirdiga har davrda har xil fatvolar bilan maruda qilib o'ynaydigan millat emas. Unda bo'lashqa bo'lmaydi. Ma tugida bu millat. Kishilar unda saxtipazlikni ochqa holatda haqliga qo'rqitish nimasi turib Allah ve onun Resulü bu degandek bunda ahmoq davoni qilaversa bu Uyg'urga. Bu Uyg'ur tugaydi. Mush narsa bilan tugashtirib turib asos tugashlik omil bu. Ammo gapim chishilib ketib qopti. Oxirida yig'ib desam. Oldi bilan hamda ustozlarimizningki yoki birodarlarimizningki qilayotgan fidokorliklarga Allohga ko'plab ajr bersin. O 70-80 40-50 adamning qo'lida Dadiston qolgan mulkka o'xshash kontrol qilinib olgan kishilar qolgandan hech qolsa aql ishiltishdimi chekinib turib yashayotgan manda dogma, bunda xor holatda o'zi xor yashayotganini his qilolmaydigan holati bo'lib qolgan. Bunda nimaga bir inqilob xarakterlik maydon voqealarga ustozning jur'atiga opirin. Alloh ko'plab ajr bersin. Xosatan Kerem ustozim shu aka birodarim qarindishimiz Ahmtajim kamg'imi shu anadagi ustoz Abdulaziz besh to'g'ri qilmi shu Alloh bularga ko'plab ajr bersin. Endi Hamid kam ma to'g'ri ish qilib yanmay so'zlab har odamga tegishli javobni berib kelayotgan taqdirda endi ma fichaydan bakrak ekranda videoda bakrak ko'ringanlik uchun hozir ham asos hujum nishoni bu fichaydan bo'lib qoldi. Mening tavsiyalarim tungi oqshomda Kerem kammo ba'zi gap so'zni qilib depotib ketibdi Kerem ustozim. Shaxsan meningki deydigan narsam shu. Bu narsalar buningni bilan bo'lmaydi, kishilar tushuntirish berilish lozim. Buningki nimani o'rni, monopollik o'rni tugida. Bu monopol qilingan din emas, bu Qur'on ashunda monopol dindarlar sinfi tarafidan monopol qilingan o jamiyatga maydon o'qigan
jang e'lon qilib kelgan, Qur'onning kelishi bilan unda dindorlar sinfi deydigan gap tutgan. Bu din mana shunday din. Shunga hamda birodarlarniki, ustozniki bexatarlik masalasida bir kim bilan murassa qilishdigan ish emas. Chaqchaq qilishdigan masala emas. Hamda Karamkam hamda gap so'zni ochiq qilib qo'ydi. Lekin bak hadda deyishib chetnab ketgan altida tamamen uygun. Hech qanday chetaq yo'q. Men yana desam, yana deyman, Uyg'ur kuchdan qo'rqaydi, kuchdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydi. Kuchni ko'rgan vaqtda shitang'i siydik. Aciz bozakat keladigan odamni ko'rsa shu anam qilib va Uyg'urdan boshqa millat kuchi yetmaydigan ma'ni va tigini ishqisizlik bilan sizib turib deymanmish gibimdan. Hozirgacha mening ko'rgan narsam shu. Uyg'urdan boshqa kuchi yetmaydi. Men buni ham shu vatandami ko'rdim, Xitoydami ko'rdim, chet eldan ko'radim. Va Uyg'urdan boshqa kuchi yetmaydi. Hamda ko'z shu yaxshi yan desam yana shu ustozniki keyinda hamda bir davlatli bor. Ham shu davlatninki saqchisi, armiyasi, kuchi, diplomatiyasi degan mana narsa va ko'rinmas kuchlar. Ya ko'rinadigan, ko'rinmaydigan degandek. Agar bo'lmagan holatda mush bichardek agar chandashamni bitinib tantirab qolganroq holatda bu shu nima chiqqan bo'lsa, da'vatli chiqib qolgan bo'lsa, ma'laq qarjamiyat ishiltishdimi yonmaydi. Men bilmay bo'lgan shu masalada shu nurg'ishni anglab ketiklik men shu ba'zi shohidim bo'laqliq. Shu qag'iga patvadim yo'q, halol qiliblam yevatganga o'xshashlar. Ayda beylik nima bo'lyapti-ku yumburlar. Lekin men buni reallikni men hech ko'raydim. Bu yerga bir jiroq ketmasakmi, taxayyish necha yilning oldida Ash Abduqodir Yopchanqov tahdidli kelgan bu millatchi kofir murtad. Buning qini halol degan patvalar chiqirdiq. Bu narsa to'g'ri o'zimi degan gap misol, o'zining ash paranglar degan gap misol bu. Undan boshqa chet elda yuz berib ketgan ishlar, masalan shu Sharqiy Janubiy Osiyodagi, u yondagi, bu yondagi ishlar hammasi hadis bilan narsalar shu. Onun ömrü şuna erkişlik ulumaları var, şu hadislik, erkişlik, şuna bulaqlıq. O tarixten deysek, misal, bundan misal keltirib qo'yib qalsak, bekçi, Xudo hazır mesela hech qanday fikr ixtilofi yo'q da, Uyg'urga nihoyat ittifoqda, umumiy shu bir musholab Xitoyga qarshi qadalab turgan, o'qtakolab ketib qolgandek, bu ittifoqlikni bizning ustozlar chiqib buzgandek. Va zamon shu Allohning elchisi Muhammad kim shu degan töhmetlidim biz şuken şu Arap'ın ittifakını buzdun da. Bak ittifak Arap'ını buzub diken şu vaktin şu peygamber. Ajna qıp diken. Bu ile hem hazır dinde davet qan narsa, mana hazır dini ke bu. Namaz aslas ibadette bulunun ke. Bu namaz ibadet qatarı chiqirliq. Hajmi shu shunda bo'lganlik uchun hozirgacha Xitoy qo'lda Xitoy pasport turibmi yana ajrdan qo'rqqanmas uchun Saudiya Arabistoniga muqaddas yerlarga berib, haj qilamiz deb yonmaydi, qo'rqmaydi. Mana shu shulib ketgan diniy aqidlar bu. Buni hech qaysi yaxshi rad qilolmaydi. O ziyolini shu taz musulmon emas ko'z bilan qaylaydi. Ayrishtirishni o'zi shu mushul ketgan. Shu kofir dedi, zindiq dedi, yana bizmi deydi misol. Alki o ayolning misol undaliq bir jamiyatchilik aralashish, u bu deydigan narsa yo'q. U tarbiyalab chiqqan bola qanchalik bo'lmoq bo'lish u ketgan diniy tarbiyada bo'g'imazda mana. Biz Xudoning dini deyotgan narsa. Yani şu 6-5 adamning kabi 20 yoki dayniki yig'ib aytgan vaqt Uyg'urning jamiyati 20 200 o'lima bo'lgan bo'lsa, bu o'limaning qo'lida monopol bu din. Qolganning hammasi shuning og'zi qaraydi. Saudiyada o'qib kelgan Saudiyaning iddiasini ekilib taqib buni din degan bo'lsa, Misrda o'qib kelgan qarshi turdi. O'limaning orasida bunday ittifoqlikmi yo'q. Xuddi mana shu to'rtlikda bugun kun kelgan hammalarni asha yakka musholab Xitoyga qarshi bir ish qilib ketib qolgandek va shu mollamlar shu sunniy mollamlar Qirg'iziston Xitoyning meni top setyotidi. Tijoratni qilyotidi. Ish yaxshi, o'yli bor. Chunki nima uchun? Avam xalq uni o'qima savol qo'yolmaydi. Qo'yashdan ensiraydi. Qo'ygan odam ishni xohlab jamiyatning sirtiga siqib chiqariladi. Bu ishlar bu. Bu mehnatchilikning, bu pasandichilikning hammasi bor, ya'ni. So'z desak, bunda gap so'zlar taqimi bakjiq. Bunun misal verish to'g'ri kelib qolsa, buni dinda singdirib kelgan narsaga qaysi davrda Uyg'ur qarshi chiqdi. Har davrda shu Uyg'ur har xil davrlik patvaning yo'l ko'rsatishniki shu nimasida kendi ergishib kelgilik. Kelib kelgan nuqtamiz bu. Ishkapning bu so'z Xitoyda va Xitoy Uyg'urlar almisaqdan tatib Xitoyning tegdi bostirilib Xitoy boshqarib kelgan xalq emas.
İşkepnin bir söz Xitay'ın dekken bir söz ta Xitay bizni besip alğanğa 130 neçe yıl oldu tağa. Bu 1881'den başlap besip alsak. Bu ma Osmanlı'nın qo'ldayna Gretsiyalik 1532'den 1832 300 yil baş qurilgan, ay nemeli Bulgaristanlıqlım şu 400 yil baş qurilgan. Nurgun xalqlar var. Yig'ib kelsak unda 300 yil, 400 yil besip qalgan xalqlar az emas dunyoda. Ba, xuddi bir ilmisaqdan tortib Xitoy bizni bosh qurib keldi-da, shuning bilan hamma narsa, har bir tema Xitoy bilan munosabatlik, boshqa hech qanday ish yo'q. To'g'ri, Xitoyning qayta shakllantirilishlari, har turli ishlar yuz bergan aniq, ammo bu darajada hamma narsani Xitoyga bog'lashning o'rni yo'q. Yig'ib aytgan vaqtida bu Xudoning dini deb bir hikoya cho'chaklarni Xudoyimning dini deb kishilarga bundan nima qilish orqali bu kishilarga ko'rinmas kishilarni silib shuning bilan ahmoqlash tavakkuldim yanmaydigan qilib taligan bu din amni qo'pab kirpi bilan yumshoq qag'i bilan oppoqdak hech qanday masli yo'qdak qusursizdek hech qanday chataq yo'qdaklam o'zi hech qichishmagan birodarlarimiz ustozlar tatlab qashlab chiqqandaklam bunda ko'tishni o'zimi o'g'avildashlardan chiqmaydi hamda gaplarim debdi aldangni qilar deb hamda uyg'urda bakanda qirib qolgan odam oldini qilib chiqadigan odammi yo'q hamda bak aldangni qildi deb noshliqdan tamoyami ya'ni nimidan tamoya uqmidiq shaxsan munoziraga to'xtamay chaqirilish lozim yo'g'onlar chaqirilish lozim chunki munozira har qanday sun'iy shakllanib qolgan surhavini surib pachaqlab tashlaydi munozira bilan har bir kishiningki surhavisi sunudi man tarixdagi butkul shu nimaga qarasak Qur'oni Karim misol berayotganda Musa payg'ambarning qissasi Ibrohim payg'ambarning qissasi shu payg'ambarlar qissasi qarsaqmi hammamizga Rabbimizning o'rtaq bir chaqiriqi bor ular bilan munozirlashgan dedi ularning iniga bor dedi qo'rqmag'in dedi munozirlashgan dedi munozirga chaqirdi bu Xudoning chaqiriqi shu munozir chaqiriq qilamiz davomli munozir chaqirayli yonmayli qachon ekan biz qabul qilib chiqqan qadar bo'lmasa uniki unda iftiro etishlari tuhmat qilib qilishlari bu yangilik emas akşam Kerem Kamit dedik-ku shu Muhammed payg'ambar davrida bo'lgan narsa bu ajda iftiro etib faqat hatta qulluqni etib olibdikin deydigan shunaqa nimalar bormi masalan anglamaydi bu ishlar normal lekin u bexatarlik masalalarida u bir odamning insofiga tashlab qo'yadigan ish emas har vaqt biz aqlimizni ishlatib yashaymiz Xudo bizni yaratib aqlni bergan bo'lsa va Xudoning dinini da'vatgan bo'lsak Xudo bergan aqllar Xudo tushirgan din biz bilan putlashmaydi hech vaqt ana buni putlashtirish uringanlar shuning qarshi ishlayotganlar yoki emaslar bu monopol qilgan kishilar tarixdan buyon bir reallik qaranglar birodarlarimiz yaqin yuz bergan ishni ham qaranglar azaldan Uyg'urga mancha ming kilometr jiroqlikdagi Nasroniy bilan Yahudini dushman qilib keliglik Mama tishim chiqib, manchash kelgan vaqtim aran ko'rdim, Yahudiychimi, Nasroniychimi degan narsani men endi ko'radim misol. U bilan bir tijoriy munosabatimi bo'lmagan, yo bir atsan ilm birim qilishmi bo'lmagan, lekin to'nimga odamza kichkimizni tortib mana dushman qilgan narsa va ashuni oldin qatorga dushman qilib chiqadigan narsa foydasini ko'rsatdimi? Ko'rsatdi. Va 90-da bir endi chet elda bir tarbiyalab bir shaklda bir Xitoyga qarshi qurolli harakat qilganda bo'ladi degan ish boshlangan vaqtda bu narsa qanday bo'ldi? Şununki, şu sünni dinninki ağaç to'qib chiqqan nurg'un muqaddas hadislarining soyasida qanday bo'ldi? Bu nishon buraldi. Xalqaro Islomlashda buning qo'pab 6-5 ulamo radiya versa bu ish bo'lib bo'ldi. Chunki uni yetaklayotgan ulamozimi bordi. Buning cho'mpildigan putlardan birisi va uni da'vatgan degan gap so'zlari tarixiy shohidlarniki ba'zi gap so'zlari odam seskandiradi. Nima deylik? Atalmış terbiyelenip çıkan adamlarına değilik ama ziyali milletçinde Xitayning qo'l orqali joylasak bo'ladi. Chunki amiz zalim, mamiz zalim, ma'ning qo'l orqali joylasak savab olamiz. Deb ish gapda qilg'iliq. Bu ishni ko'rdik. Mana yaqinda masalan bu dunyoda bu lobbichilik eng kuchli holat elib berilayotgan kuchlarning birisi Yahudiylar. Biz Yahudiylar mana bu açanın eri Yahudi emas. Bu yerda. Bu dunyoda ben Yahudi bilan Xudo jo'g'a Uyg'urni men anglab boqmadim. Yahudining bizga yordam qilish majburiyatimi yo'q. Ammo bu yerdagi masala ba'zan siyosatdan do'stlik, ya'ni biz nima deydigan narsa bo'lmaydi, shu foyda manfaatlan bo'ladigan narsa. Mish narsadimi, yana kichishmaga yana qashlagandek, yana 6-5 qo'ng'iltaq ulama ashad o'zining tijoratini qilib Qur'on kursi ichayotganlar, Qur'on kursidan bo'lmay qanday qildi xalqni yana bu siyosiy faoliyat qilayotganlarni dushman qatoriga chiqarib ulguda neymish
Nima bo'lyapti ekan? Chunki Yahudiylar qarshi taraf tutib qo'yapti. Nima tutdimda? Yahudiylar qarshi taraf, Yahudiylar yaqin turib, Yahudiylarniki qilgan nimasiga bir qufronlik askar avatdimi bizning siyosiy tashkilotlar? Ya bir pul avatdimi? Nima ish qildi misol? Bu siyosetdan o'ynaydigan bir o'yinning birisi shu. Lekin qanday bo'ldi? Yahudiylar ishda, Yahudiylarga ishlamasa kuchga. Bu taraf turib deb shunday qilib yana o'zimizning orasidan dushman izlashga urindi. Va buning qilayotgan ishi bu. Atalmış Xudoning dinini kishilarga yetkazib, kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklayotgan o o'limalarning qilayotgan ishi bu. Buning zihni shu tarixdan buyon ko'rib kelyapmiz. Azaldan ko'rib kelyapmiz, bu o'zgarmayapti narsa. Buning tayinlayotgan narsa palancha, pistancha, o'sha hadis medis, palancha o'limalarning fatvolari degan narsa. Buning taqdiqqa iddiasi shu arabninki ishib qolgan ideyalari. Ko'n chapanni qanday yinkasak oldi deydigan, qanday ko'n chapanni Uyg'ur qanday kaysa oldi deydigan narsa. Tigi manbasi bu. Bu yerda Uyg'urdan manfaat deydigan gapmi yo'q. Chunki uning undaq g'ami yo'q chunki. Uning o'zi qabul qilib mush to'g'ri deydigan narsani Uyg'urga qanday bo'lsa mushta qilib yetkazma deb o'zi bilmaydigan narsa yetkizish urinadi. Men bilmay buni. Mening kallam ichilib qolgan uzun zaman bo'lib ketiglik. Men savol qo'yaqliq burundan tatib yo'g'a o'lamasin qo'yaqliq bu savolni. O'lnimi deydigan gap shu. Birlam narsa bu Xudoyim shu o'zi yordam qilsa deydi. Xudoyimning o'zining yordam qilganligini real dunyoda ko'rgan olmaydi ekan. Qur'on Karimda bu unda Xudoyimningga bevosita mo'jizalar yordam qilganligini men uqmadim, bilmadim yani unda narsaning borligiga. Unda narsa men ko'rib baqdim, ko'rgan birodarlar yetkazib qo'yinglar. Qisqasi vijdon egisidan vijdoni qaynaydi. Vijdoni qaynaydi. Azaldan bu Uyg'urni ikkiga bo'layotgan, qutblashtirayotgan din bu. Mush din shu. Endi qo'pab yo'q unda emas. Bu yerda insoniyat o'tirisidagi tinchlik asosi qurilgan Xudoning dini bo'lgan Qur'on kishilarning o'tirisidagi mehr muhabbat, tinchlik, mush islomning o'zimi tinchlik degan gap, bu tinchlik paydo qilish uchun tushirilgan dinda deb aslida anglatish urinsa, yo'q, bu Angliya shu ishiltib pul topadi ekan. Endi va yangidan gap chiqdi-qo'yna, musulmonlar dushman Angliya dedi. Qanibak millat shaxs, qanibak Xitoydan boshqa dushman tutmaydigan shaxs. Endi o'jab bu Angliyani xalqqa dushman ko'rsatdi ya. Nima qildi endi Angliya Uyg'urga? Bu qiziqarli ish endi. Bu dunyoda bu siyosatni tushunadigan, siyosatning tilini biladigan xalqlar ilgirlab nurg'ishni qilib ketdilar. Aynan o'zi ishqaton bo'lmas atgan Amerika nima kechirib yapillar. Endi vaqtli kechirdi, qanday kechirgan bo'lsa kechirsa, ish qilib bir shaklda o'zining davlatini yana taraqqiy qildirib, dunyoning 3-chi cho'ng iqtisodiy kuchi, texnik davlati qilib yana yo'qolib ketmay o'zining joyini saqlab turibdi. Siyosat bu. Siyosat bu. Ammo maktab ketgan Talibanlarni ko'ratimiz, Xitoylar yaqin bo'lib, Xitoy bilan o'tkazib berish kelishimnomalarni imzolab, misol har turli Xitoyning bo'yin turqiga chiryapti. Buni ko'ratimiz. Pokiston Bizmisa degandan ko'ratimiz bizga singdirilgan oqmas musulmon dinni qarindosh degan xato tushuntirilgan narsa o unda oqmaydiganligini biz uftoq. U deganlik masalan bu mening shu oyatni tushunishim nima bo'ldigan vaqtda bu masalan bir odamning 3 bal so'rgan bo'lsa, 2 urishib qolgan bo'lsa, qaranglar, 2 bir qarindosh chima desa, 3-chi qarindosh emas degan ma'no chiqmaydi bundan. Masalan. Bu narsani o'ttirg'i chiqarib, "Ma xatoda bu bunda emas, Xudoning dini bunda emas, kishilar bunda singdirsan bo'lmaydi" deb da'vatqanlar dushman bo'ldi. Bu ichidan dushman deb to'xtamay millatning bishni qaydirib, kallasini qaydirib, bijdama taravih namozi zo'rlab, Xudoyimga duo qilayin deb chaqirib, manda qilayotgan vaqtlar bu xalqni boshlaydigan shafaat bo'ldi. Hot, men mushundami dunyoda yashayotgan. Qani aql va ishlatadigan inson qani, bu savol qo'yadigan inson qani. Bu hamma Uyg'ur aqlni ijara berib yashash kerakmi? Aqlni ishlatmasi kerakmi? Mash yig'laydigan holat bu bek ichinarlik bir holat hozirgisi bu. Bu vijdon ahlining vijdoni qaynaydi. Mash yaqinqi zamon tariximiz qarayın odam yig'laydigan tarixdan birini ko'ramiz. Misol Tungallarning, Ajmajunning ma'qusan da'atqanniki bizning vatanga chirib, bizning vatandagilarni qirg'in qilib talishigacha bizning xalq hech qanday qilib. Nimishqa ashada din asos rol o'ynadi. Nim dedi? Chegarani haramga tutashtirma deb kishilarni din bilan oldi.
Ha bizden insanlardan bir inkar çıkıp ve çıkarak bir yere tecavüzçü. Sen Müslüman bulamız. Nima karım ama benim ziminim belirgen neresi bomba çünkü nim üçün sındırılgan şu vakti dini akide ideologiya degan narsa şute. Oylanlı mesela giyimcesinden başlıkça her bir juttamada savazsız özünün ismini yazanmaydigan adamlar asas ismini de bir xatni bir ismini onlab yazadigan adamni biraz bo'lsa bir jutta bo'lmas yo'q. Hamma yerda madras vakil lekin ismini yazadigan adam yo'q. Bu bizning tariximiz bu o'zligidan shakllanib qolgan ish emas. 30-nechinchi yildan tortib chiqqan 60-nechinchi yillarda chiqqan hajimnimi va chet elga chiqib mana bugun Saudiya Arabistondan anglab turyapmiz. Mutlaq ko'p sonliksa arab bo'lib tugab qoldi. Tugidi. Nimishqa u o'zligidan bo'la qoldim bu ish. Hech qanday mayli shu hech qanday bir ish yo'q yani bu sababmi yo'q ajdalan bo'lib ketdi misol bu ishlarda. O'ylab qolsak. Bunga bir misol keltiradigan bo'lib qolsak bu har davrda berilgan shu xato pati va on tatu narsalar gap so'zlar shuning hammasi xalq tarafidan din deb qabul qilganlik uchun bo'lab mushan keldi. Oxiri kelib deydiki, falan o'limaning xatosi ekan. Bu o'lima xato pati va beradigan xohlagancha yetaklisi bo'ldigan rost shunda din bu xudoning dini bo'lgan bo'lib qolsa bu oqmaydigan din ekan bu. Bu xudoning dini deyishga bo'lmaydi ekan chunki xudo bo'lib qolsa bir ilohiy kuch bilan to'g'ri bo'ldi u. Xatolashni tutolmaydi bu odamda. 90% to'g'ri, 10% bosim ko'z yummas xudoning dini o'zi mashina bo'ldi. Abi ojizlikdan xoli emas degan olmaydiki bu. O'ylab baqsa. Bir vijdon ahli buni o'ynash lozim bu narsani. Hani bugun kuni kelgan vaqtida bu taxim ichinishli qilib hozir qilsa. Chunki bu din shu iste'molga bek ochiq. Xalqqa vaqtida 6-5 yana bir o'lima chiqdi. Yana mendan 5-6 o'lima chiqdi, o'liq radiya bergan bo'ldi, lekin u qiyg'iliqni qilib putkizib Xudo masalan, bizning bu ishimizni xalqaro islomlashtirilib ketishga o'xshashlar bir ishlamasdan. Shu iste'mol qo'chiq. Nimishqa chunki da muqaddas diyorlar Oş kıyamet günü, kıyamet palahniyadan qabul edilen akmağana şeytanın kelgan gap sözünü rivoyatlanmış o din deb to'nig'anlik uchun haqlashay to'planib deydi. Buning uchun ota-onasidan voz kechishdan meni asdan voz kechib deydi, uni chataq yo'q. Xotnalar qilib qolsin voz kechidi, yana bir ishimiz bo'lsin bo'ldi. Zamonistayna shu gaplar bo'landi, shu patval chiqig'li, qosh xotni taloq, buning orasida nikoh yo'q degan narsa bo'ldi. Nereden chiqdimiz? Xudo nomidan kishilar setilgan dinni bu. O tugidigan mesele ish bitdi. Misrdan şu aranta cinni qutqizib kelgan shu qiz valla misolan ota-onasi chiroyli bolalarimiz bir chet elda o'qib xudoning dinini o'rganib qolib qolsa deb avatgan qiz valla yashash go'dak valla bugungi natijasi va ayna to'yisnachidan oqchikidi buni avo nozgum jamiyatining shu masloga ayol deb prigdak choy ichib o'tirib ana kichika 13-14 chigan cho'ng 40 necha chigan odamlar hammiz yashash valla Manda bir mesleğim var. Yani bunu Xudoyimga döngeplam tugaydi. Bu hech qanday chatoq yo'q bu ishlarda. Qo'limizdan kelganini qildik. Bu unda emas bu ishlar. Bu ishlarning tigi-takti va bu yerdagi masala bevosita aqlga dushmanlik. Bu yerda Uyg'urga taqtiyotgan dinning o'zi mana shunday narsa bu aqlga dushman din bu. Uning ustiga shu agarchani bizga savol qo'ysang, seni shu jamoatda arayman. Abagrek sekda qolib qolsan shu jining g'ayzi bo'lsa Şu din bu. Bu narsa. Bunun qabab islom deb ism qo'ydim. Nari islom buni bu tinchlik yo'q, böyle huzurmi yo'q, hech nima yo'q bu narsa misol. Chiqsang shu murtad isomni kallan ketadi. Qining halol, jining halol, mana xotning taloq. Ma kitobdagi narsalar jamoat erbab deb Abduqodir Yapcha apandimning divagan to'qib olgan gap emas bu. Shuni dinda bor narsa bu. O'ylama. Xalqqa bu narsa bildirilish lozim. Bu insonlarning tanlash bo'lish lozim chunki Xudo o'zi tanlashni bergan bu insonlarga. Xolis iymon etadi, xolis iymon etmaydi. Islom bu. Ammo buning tonayotgan narsa bu Uyg'urni ruhida qilayotgan bu din qandaqdir Xudoning dini emas bu. Shaytondan kelganlar narsa bu. Xudoning vahiysi bu inson to'qib chiqqan rivoyatlarga bo'ysundirib kishilarga din deb keliglar. Buni monopol qilgan 3-5 odam bor. Buning og'zidan chiqqan naymisi din. Xatalashib qolsa bir savob oladi, to'g'ri deb qolsa 2 savob oladi. Buni o'z bergan savob idashliga odamlar vanda savob taqdir deb to'ppacha. Bu ishli bu yani. Gapning o'chiqi. Biz Xudoning avatgan barliq payg'ambarlarga iymon keltiramiz.
Xudo va payg'ambarning orasida hech bir vaqt ayirib etmaymiz. Ikki payg'ambarning o'rtasida birisini yuqorida, birisini tuvan deb tonimaymiz. Hammamiz o'xshash payg'ambarlar, o'xshash vazifa bilan kelgan deb bilamiz. Bizning tonishimiz bu. Va bizning tonishimiz Qur'on agar Xudo tarafidan nazil bo'lgan kitob bo'lgan bo'lsa, bu kitob insonlarga qulay tushunish oson qilib tushirilgan. Agar unda bo'lmay qolsa, bu kitobning Xudo tarafidan ekanligiga shubha tug'iladi. Sebep? Sebep hakikaten adet insan ekanligimizga o'ylasak mı? Agar bu tushunish olmagan qilib hisob yo'q u vaqtda. Xudo u zolim emas-da. O'zi tushunmaydigan bir kitob nazil qilib qo'yib, tushunmagan insondan lekin u jazo qilib tatib qo'yganga.